Assalomu alaykum sevimli sizlar. Men bugun sizlarga yana bir kitob ilib keldim. Kitob tavsiyasi. Bugun tavsiya qilgan kitob Uyg'urlarda farzand tarbiyasi Ermamad To'xliqning marhumning yotgan yeri jannatda bo'lg'ay. 2001 yili Shinjon universiteti nashriyoti tomonidan nashr qilingan kitob. Bu kitobni tavsiya qilishda bunda bir necha sabablar bor. Birinchisi, biz bu musofiratda yashayotgan Uyg'urlar barliq arzu-armonlarimizni nurg'unlagan kelgusidagi umidlarimizning hammasini farzandlarimizga bog'liqlik va farzand tarbiyasini barliq ishlarimizning markaziy muhim nuqtasi deb qaraymiz. Ikkinchisi, biz o'xshamagan muhit, o'xshamagan rayonlarda, o'xshamagan madaniyat sistemasi chambaragi ichida yashayotimiz. Lekin o'rtaq bir nuqtamiz bor. Hammamiz bolalarimizni o'zininki milliy kimligini, diniy kimligini, vatanini bilgan, shuningga bog'langan va shu o'zining kimliklaridan faxrlanadigan holatda tarbiyalash uchun tirishayotimiz, arzu qilyapmiz. Shuna bo'lgan Uyg'urlardagi farzand tarbiyasini haqida tanishish bizningki navbatda chet elda ilib berayotgan tarbiyarimizga balkim nihoyat yaxshi bir to'liqlam bo'lishi mumkin deb o'yladim. Uchinchisi, biz men farzand tarbiyasi haqida alohida ko'ngil bo'ladigan zamonlarim balkim 16-17 yosh vaqtlarimdan boshlab ko'ngil bo'lgan bo'lishim mumkin. Kitob o'qishni yaxshi ko'raman, ma'rifga ko'ngil bo'laman. U zamonlarda Karl Litterning farzand tarbiyasi, Sitna xonimning farzand tarbiyasi, fransuzlar bolalarni qanday tarbiyalaydi, yahudiylar bolalarni qanday tarbiyalaydi, germanlar bolalarini qanday tarbiyalaydi, ruslar bolalarni qanday tarbiyalaydi degandek butunlay shu taraqqiy qilgan allaniki farzand tarbiyasi haqidagi nurg'ulg'an kitoblar nashrdan chiqqan. Ve intayin şu karşı elip okulgan. Şahsen ben bu Karl Litter'nin farzand terbiyesi, Sitna Hanım'ın farzand terbiyesi, onunkin şu balalıqның sırrı deydiğen iki kısım kitap var. Balalıqның sırrı bir kısım. Bunun da Montessori Hanım'ın farzand terbiyesi hakkındaki ideyası tanıştırılgan kitaplar. Bu kitapların asasen hemmisini bir akır okugan ve naiti hayacan ve naiti farzand terbiyesi boğan bizninki mesuliyet eğimizni dünya bilen bir seviyede buluş için yolunu açkan kitaplar. Ama öz növdede Uyg'urlarda farzand tarbiyasi degan bu kitap shu davrdagi 2001 yili Uyg'ur farzand tarbiyasining 1000 yillik bu tarixini ve 1000 yildan burunqi albatta bu biz uzun tarixga ega bir millat farzand tarbiyasini bek güzel xulosalab chiqqan. Gerçi bununki belki bugünkü gündeki pellerinin tadqiqat usulleri, ölçemleri, tadqiqat yöneliş bu degandek narsalarga tushsa del kelmasligi mumkin. Ama bunun içinde ilib berilgan emgek hakikaten nihoyat güzel bir emgek. Kitapninki Yaçqan vaqtimizda ishida shuna bir gap bor. Balalar shundoq murojaat qiladi. Bizga yaxshi ota-onalarni, iqtidorli ustozlarni beringlar deb. Hech birimiz o'zimiz tug'ilgan oilani va ota-onamizni tanlash huquqimiz yo'q-ku. Albatta duo qilamiz. Hamma balalarniki ota-onalar yaxshi olsun, biz o'zimiz yaxshi ota-ona bo'laylik deb. Kitobninki jami qancha shu 17 bobdan tashkil topgan kitob. Muqaddima qismida xalq eng ulug' ana degan mazmun bor. Birinchi bobda farzand tarbiyasi qonuniyatlik san'at deb. Bu bek güzel gap. Biz san'at degan vaqtda san'at degan narsaning hammasini nihoyat sun'iy yoki saxta deb o'ylaydigan bir hukm shakllangan bir mezgillarda. Ya'ni onalik san'ati, ayollik san'ati, farzand tarbiya san'ati degandek gaplar qilsa, bu san'atmi, bu yolg'onchilikmi, bu shunday qilib bir go'zal ko'rsatib qo'ydigan ishmi deydiganchu. Amaliyotda bu xuddi podshohning rasmini sizgan rassam bor. Ashuning o'xshash bu narsani go'zal ve haqiqiy şekilde ifadelayishning o'zi san'at. Masalan, shu hikoya shunday qo'yliq podshoh bir ko'zi qismoq, bir puti oqsaydigan podshohim deb o'zining rasmini sizg'izib qoldirib qo'ymoqchi bo'ldim. Аңдаңлык rassomlarni chaqirib rasm sizinglar debdi. Birsi podshohni nihoyat qamlay asli bo'yicha sizib qo'yibdi-da, ko'zini jittaq, putini qanmaymoq. Shundan podshoh kallasini ilib tutdi. Uning orqasidan kelgan rassam
acayip qamlaşqan, közleri şunda bulaqdek, putları degan bijimtir 85 sızıptı şunun bilan. Sen yalğançı dep bunun kallasını yaptı. En ahırda naiti akıllık bir ressam bakim, bir ressam qana qıptı. Padişahını bir o oğlavatqan, bir gözünü qısıp, onu qarg'aylatgan bir butun tashning ustiga qo'yib, mushkil holatda sizdiganda padishani. Shuning bilan sening aqlingga barakallah deb bo'yi bilan tang oltin beribdi degan bu hikoyani kichik vaqtlarimizda hammamiz o'qigangu. San'at mushu shu asli. Balalarımızga bir gapni deyishning 10 xil yo'li bor, ammo eng go'zal shaklda deyishni biz san'at deymizgu. Birinchi bob farzand tarbiyasi qonuniyatli san'at, ikkinchi bob farzandlarning aqliy va jismoniy safosini o'stirishning dastlabki omillari. Bizda farzand tarbiyasida bir muvozanatni, bir tangpungliqni saqlash tasik to'xtaydi. Jiqillarda. Masalan, bolalarimni shu bir aqlli qo'sgan, onu gelsam, onu qaysam degan vaqtida bolalar jismoniy jihatdan sal qarilib qoldi. Men bolamni bir obdan baqay, vitamin beray, mundaq chiniqtiray, andaq qilay degan vaqtimizda-chu bolamizning psixikasi va ruhiy jihatdagi narsalarga sal qarilib qoldi. Shu bu jismoniy, ruhiy, aqliy jihatdan tangpungliqni tang tutib menish oson emas. Bu yerda shuna bir narsani o'tirib qo'ydi. Homildorlik mezgilidagi kutinishga ahamiyat berish kerak deb. 2001-yil nashrdan chiqqan bir kitob. Endi biz xuddi iliqi dastlabki vaqtlarda shu bola tarbiyalaydi desa, bolani maktabga kirgandan keyin yoki yasiga kirgandan keyin deb andin ba'zilar nima deydi? Voy tug'ilgan vaqtdan boshlab tarbiyalash kerak ekan degan gaplar bir xil bo'ldi. Undan keyin yo'q, shu homildorlik vaqtidan boshlash kerak. Shuni bolalarni boldir tarbiya homildorlik vaqtidan boshlandi deb. Keyingi vaqtlarda qanday narsa o'tirib qo'yildi desanglar, yo'q. Undaq emas. Yaxshi bir jo'ri tanlash. Bu ham farzand tarbiyasi to'ydan burun boshlandi. Yaxshi bir jo'ri tanlash bolangizga yaxshi ona yoki yaxshi dada tanlaganga barobardir. Shu farzand tarbiyasini biz to'ydan burun boshlandi deymiz deydigan qarashlar o'tirib qo'yildi. Homildorlik tarbiyasi degan narsaning bu kitobda o'tirib qo'yilishi, garchi kitob 2001-yil nashrdan chiqqan bilan, balkim bu 80 va 90'lardagi Abdurninki va shundoqla Abdur o'qigan kitob, Abdurninki bu nurg'unlarim shu qutadiq bilikni asos qiladi va bizniki an'anaviy qimmat qarashlarimizni asos qilib yozadi. Shuning uchun bu yerda homildorlik mezgiliga kutinishni alohida rasmiy kitobning bir bobi qilib yozishi haqiqatan shu vaqtdagi davrning oldi va ilg'orligi hisoblandi. Bu deganim u vaqtlarda yo'qmidi homildorlik mezgilida ahamiyat berish yo'q deganim emas asla. Batdi bizda burundan homildor ayolning oldidan to'g'ri o'tmaymiz. Homildor ayollar bir mehmonlar quloq suvraydi, yo'q sizga qo'l tanlamdigan deb homildor ayollarga ish qilmaymiz ularni. Voy choy qo'yaydi, yo'q bu sizlarni ish qilsalamdiq deymiz. Mehmonlar chaqirib kelgan bo'lsa, bir homildor ayol kas qana qilamiz. Voy to'yga kelsa deb sizlarni besib o'ttasam bo'lmaydi deb homildor ayolni to'yga boshlaymiz. Homildor ayollarga ko'rsatadigan bu xil izzat, ikrom, homildor ayollar sizlik vaqtida nima tepsi shuni appiringlar deb bularninki ham jismoniy jihatdagi, ham ruhiy jihatdagi bu xil ehtiyojlarninki qiynishi. Undan keyin homildor vaqtida sa'at narsalar qarshi bo'lmaydi. Ilqadek chiroyli narsalarga qarsizlar, chiroyli gapni anglasizlar. Ondan keyin va homildor va yerda andaq shum xavandisi bo'lmaydi degandek bu narsalarning hammasi bizning ota-bobolarimizning zamon yillardan bu yan naydi güzel bir farzand tarbiyasi ve insonni qimmatlik deb qaraydigan bu xil qadrlash tarbiyasiningki mas'uliyatdan iborat albatta. Lekin buning kitobga rasmiy nazariy shaklda tushishi shu vaqtga nisbatan haqiqatan ilg'orlik demakchi. 3-bob dastlabki tarbiya eng yaxshi fursat. Bu 3 bobdan tashkil topgan bu-mu? 4-bob oila tarbiyasini maktab tarbiyasi bilan birlashtirish. Bu yerda maktab tarbiyasi haqida nurg'unlagan qarashlar bor. Ba'zilar maktab tarbiyasiga qarshi chiqadigan iqimlar bo'ladi. Chunki maktab tarbiyasi shu hokimiyatdagi yoki shu vaqtdagi asosiy o'rin turayotgan shu siyosiy kuch yoki hokimiyat uchun xizmat qilgan ideya bilan qurollanadi deb qaraydi. Va buningga qarshi holatda homeschool, ya'ni oila maktablari deydigan narsalar o'tirib chiqdimi? Chiqdi. Lekin
Aile mektebi bilen aile terbiyesi bilen mektep terbiyesini birleştiriş en aqlanlıq mence. Ondan keyin 5-ci bab ədəb əxlaq tərbiyəsi, 6-cı bab salametlik və tazlıqны söyüş tərbiyəsi, 7-ci bab hayat eni və vaqt eni tərbiyəsi. Bek güzel bir babken ma hakikaten insan hayatını kaderleşini biliş gerek. Hayatını kaderleş degen gep hayatının her bir gününü, her bir dakikasını berilgen Allah'ın bergen nimetleri, bu nimetler içinde yaxşılık ve bizning gözümüzge vaqtincha yaxşılıkta görünmegen nurg'un xayrlik ishlar hammasini o'z ichiga oladi. 8-ci bab til medeniyeti ve gep so'zligi adab tarbiyasi. Bu bizde bek güzel bir anane. Bence bunu balalarımızga güzel şekilde yetkizüş ve özümüz içimizde keng derecede bunu teşvik qilishimiz kerak. Hozir cho'nglar o'zaro kelsak shu bu Turkiyadagi turklarninki bu xil masalan gaplar bek jiqdek biz udullab gap topolmayotgandek masalanga voy buyurun sağ olun u bu degandek mundaq nima gaplar bor qo'ylaqi kemtarlik bilan deydigan tekalluf gaplari. Bizning mana shundoq masalan shaxs qo'shimchalarining ko'p xil atalishi bor. Masalan men, peqir, kemine, sili, o'zlari, masalan, o'zlar, u, uyoq, pustanchi, mana mundaq qilsin, andaq qilsin degan o'rniga andaq qilg'ay degan ko'p xil shaxs kelishlari va qo'shimchalari orqali tilimizni o qadar yumshoq, siliq va hurmat tusiga boy qila olgan. Biz aramızda özümüzün tilideki bu xil edebni ve bu xil güzellikni avval umumlaştırışımız gerek. Qaytadan canlandırıp. 9-cı bab pak qalblik bo'lishga yetaklash tarbiyasi. 10-cı bab farzandlar o'z qimmatini jamiyatdan topsin. 11-ci bab farzandlarga yaxshi xarakter yetildirish tarbiyasi. 12-ci bab pul eni ve iqtisodchilik tarbiyasi. Nima degan atroflik, nima degan güzel. Biz her vaqt Yahudilarni misol qilib shu sho'lgaylarimizni eqitib ketimiz shu mushtaq iqtisod haqidagi tarbiya mushtaq gaplar bo'lingan vaqtida Yahudilar bolalarni mundaq qiladi, pustanchi boy bolalarni andaq qiladi degandek. Bizda mi bormidi? Bizda mi batdi? Bizda mi? 10-ci bab vafodorlik tarbiyasi, 14-ci bab milliy an'ana va millatni so'yish tarbiyasi, 15-ci bab do'stlik va sadoqatmanlik tarbiyasi, 16-ci bab qiz farzandlarga beriladigan tarbiya. Bu yerda qizlar uchun alayda bir babniki ajrilishi va bu babning o'g'illar tarbiyasiniki oldiga qo'yilishi haqiqatan alayda qadrlashga arziydi. 17-ci bab buningda shu qiz farzandlarga beriladigan tarbiya deganning ichiga o'g'il farzandlarga beriladigan tarbiyani qetib qo'yibdi. Keyingi vaqtlarda qiz tarbiyalash, o'g'il tarbiyalash deydigan nurg'un kitoblar chiqdi. Endi bizningki qimmat qarashlarimizda nomus qarashimiz, hayo qarashimiz va nurg'unlagan shu an'anaviy qimmat qarashlarimiz ichida qizlarga tarbiya berishni alayda muhim deb qaraymiz. Chunki bu bizning sharafimiz, bizning kelgusimiz, bizning oila va bütün ilaqi kültür milletninki, an'anasiniki saqlanishi, ilib miyashidan intayin muhimda. Ama o'g'illar tarbiyasi haqida bundan keyin texim atrofliq, texim yaxshi tarbiya ilib berilishi intayin zarur. Chunki bugungi kunda er-ayollar o'rtasidagi farq bag'asir aziyib mengayotdi. Bu farq kiyim-kechak jihatdagi, bu tashqi post jihatdagi emas. Jamiyatning ish taqsimotidagi o'zgarish, ailedagi ish taqsimotidagi o'zgarish insonlarningki üstlenadigan vazifasini, üstüge aladigan vazifasini o'rtasidagi farqni keltirib chiqardi. Bu yerda nuqul ma'lum bir tarafga ig'irlik berish, yana bir tarafga sal qarash kelgusida tangpungliqi bo'lmagan oilalarning qurilishiga sabab bo'ldi. Bir mashinaning, masalan, xiyol qilinglar, bir harbining bir yo'g'on chaqi va bir kichik chaqi va biz 8 biz 5. Bu harba yaxshi mangamdi, natayin. Mangmaydi. Natayin emas, mangmaydi. Demek o'g'illar tarbiyasiga va qizlar tarbiyasiga o'xshash shaklda va
O'xshash shaklda deganim mazmuni ko'p xil bo'ladi. O'xshash salmoqda ahamiyat berish intayin muhim. 17-ci bob to'liqlama tarbiya. Buningda shunda farzandingiz dehqon bo'lsa mundaq qiling, tijorat bilan shug'ullansa mundaq qiling, o'qituvchilik sharafiga erishgan bo'lsa mundaq qiling degandek, shu bir necha kasblar haqida o'rnak berib qopti. Bu kitap haqiqatan nihoyat yaxshi bir kitap. Shuning oxirida buningga qaytib yana Yarmamat Tahir To'g'liqninki yurishlik kitoblari bor. Masalan, Uyg'urlarda Hayo va Nomus engi bu mubak yaxshi kitob. Nurg'un narsalarning vaqti o'tgandek qilg'ini bilan bizda to'g'ri shakldagi qimmat qarashlarimizning, onglarimizning shakllanishi uchun bu kitoblar intayin muhim. Men hammalarga bu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Albatta, bunun ishilki deganning hammasini qilamdiq, hammasi bizniki turayotgan yoki bolamizga yoki biz hozir tarbiyalayotgan muhitga mos kelamdi degan vaqtda natayin, ammo buning ishilki biz foydalana nuqtalarni süzüp ilib foydalansak bo'ldi demoqchi. Bugun kitob tavsiyalarimiz shunchaki bo'lsin. Xayr, xush kelarsan, ko'rishaylik.